Navbatdagi bemorimiz Jahongirjon 24 yoshda bizning klinikamizga avtohalokat natijasida ishga solib keldilar. Bemorimizga qo'yilgan tashxisi yo'l transport hodisasi, o'ng tomonlama son suyagini bo'yinchasidan yopiq sinishi, o'ng son suyagi o'rta uchlikdan yopiq sinishi, o'ng katta boldir suyagi o'rta uchlikdan yopiq sinishi diagnozi qo'yildi. Bemorimiz rejali ravishda operatsiyaga tayyorlandi. Bemorimizga o'ng son suyagi va o'ng katta boldir suyaklarini yopiq usulda biyoz qilish operatsiyasi bajarildi. Bemorimiz operatsiyasidan keyingi ikkinchi sutkasi bemorimiz ahvollari ancha yaxshi. Jahongirjon, qandaysiz? Yaxshi. Og'riqlar yo'qmi? Yo'q. Operatsiya qanday bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Hozir holatingiz qanday? Kelganda qanaqa edi, hozir qanday? Kelganda og'riqlar bordi, kuchli og'riq. Hozir operatsiyadan keyin Yo'q. yaxshi. Oyoqlarni qimmat ko'rsating, ha, barmoqlar ishlatib, bemor oyoqlarida harakatlari saqlangan, hammasi bor. Gips qo'yilmaydi operatsiyadan keyin, bunaqa operatsiyadan keyin. Bu holat, bunaqa bemorlarni bir necha marta qo'ygandik. Bu kamdan-kam uchraydi bunaqa holat. Ham bemorimizda o'ng son suyagi, ham o'ng katta boldir suyagi bir vaqt o'zida biyoz operatsiyasi bajarildi. Bemorimizni tez kunlarda oyoqqa yurishga ruxsat beramiz. Holatlarni kuzatib borsangiz qo'yib boramiz.